Aziz obunachilar, bugungi ishlarimizdan Tracker 2 mashinani olib qo'ygandik. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Mashinamizga nima ishlarni qilib berganmiz? Qo'yish pultdan quflagan o'yinlarni ko'taradigan qilib berganmiz. O'zlari zavodskiy pultlariga. Bu mashinamiz mana bunaqa kalitli kelgan ekan. Start stop yo'q. Plus buni o'zini pultiga yoqadigan qilib berdik buni. Ko'rishlaringiz mumkin, mashinamiz yondi. 10 minut yonib turadi. 10 minutdan keyin o'zi avtomatik o'chadi. Qaytib o'chirib mashinaga o'tirmoqchi bo'lsak ham o'chadi pult bilan. Ochadigan bosib ichiga o'tirib haydab ketsak ham bo'ladi. Mana o'chirish bo'lsa qaytib bosiladi. O'chdi mashinamiz. Ichiga o'tirib haydab ketsak bo'ladi. Plus bunga yana qo'shimcha ishlarimizdan salon laminatsiya qilib berganmiz. Akkuratni chiroyli qilib saloniga chexol o'rnatib berganmiz. Va yana asosiy ishlarimizdan mana kalitli kelgan mashinamiz. Kamerasi bo'lmaydi zavodskoy. Zadniy xod kamera qo'yib berganmiz. O'zinikiga o'xshaydi mana. Zavodskoy. O'sha Premier full pozitsiyali kamerasiga o'xshagan kamera